Aka, bular nima? Eski darvoza ham yasayapsizlarmi? Do'stlar, vodiy bo'yicha eng katta darvoza yasaydigan ustaxona qayerda ekanligini bilarmidingiz? Aka, ma'lumot beramizmi? Ma'lumot beramiz. Bu joyimiz Farg'ona viloyati Mag'lon shahrida joylashgan. Aka, ustaxonalar ko'p. Bu joyi ulardan eng katta farqi nimada? Eng katta farqi bu joyimizda vaqtida yetkazib berish. Birinchisi, ikkinchisi ishlangancha zakolat berasiz. Uchinchisi kraskasiga 3 yil garantiya. Bu darvozamiz qo'l ishi bo'ladi, haytlik variant bo'ladi, listlar ikkili bo'ladi, 2 qavat bo'ladi. Oralariga po'kaklar qo'yamiz, xudo xolasa shunda lasali bo'ladi. Darvozamiz kraskaga tayyor holati, kraskadan olingan, qilingan holatlari shpakilovka qilingan, oralari germetika qilinadi, stiklar yopilish uchun kak shumka bo'ladi. Aka, bu joydagi ustalar ishini ko'rdik, o'z ishini ustasi ekan. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan afzal deyishadi. Mabodo yaqin orada bironta o'rnatgan bo'lsangiz, o'shani birga borib ko'rsak. Aka, bular nima? Eski darvoza ham yasayapsizlarmi? Biz eski darvoza yasamaymiz, odamlarning eski darvozasini olib, o'rniga yangi qo'yib beramiz. Davlatda qilsa bo'ldi ustiga. Darvozamiz 6 oy oldin qo'yilgan darvozamiz, ko'rib sifatiga bitta o'z baho berasiz, Samarqand fason deyiladi. Aka, darvozani sifati bilan ham tanishdik, menga ma'qul. Endi ko'pchilik uchun juda ham qiziq savol, narxlari necha pul buni? Narxlari pecha darvozalarimiz 500 mingdan 700 minggacha, Samarqand fason qo'l ishlari 1 million 300 dan 1 million 700 gacha 2 qavat 3 qavat bo'lib chiqaveradi. Hozir Mahmud nomidan chiqsa, albatta skidkalarimizni qilib beramiz qo'limizdan kelgancha. Do'stlar, akamizning telefon raqamlari hamda Telegram raqamlarini aşağı yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib, har xil darvoza turlarini tashab berishadi. Tanlaysiz-da, zaklatni tashlasangiz, xudo xolasa tezda bitirib berishadi. O'zimiz borib o'lchab, o'zimiz borib o'rnatib beramiz. Aka, dastavka qanaqa? Dastavka bepul bo'ladi, vodiy bo'ylab, chetlarga, voha taraf, Toshkentlarga kelishilgan holda bo'ladi. Gap yo'q.